Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Muhammad Jo'rayev. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Xo'p. Bugungi mavzuyimiz aynan Destination Beyond kitobi bo'yicha 14-unit hisoblanadi. Bu unitda biz nima ko'rib chiqamiz? Bugun biz sizlar bilan articles, ya'ni hozirgi mavzuyimiz, ya'ni article hisoblanadi. Xo'p, articles nima do'stlar? Articlelar xo'p, qisqacha sizlarga bir interesting fact aytib o'taman. Artikellarni ana shu ingliz til ishlovchilari desak bo'ladi. Aynan o'qigan kitoblarim bo'yicha alohida so'z turkumi deb bilishadi. Alohida so'z turkumi. Xo'p, ba'zilar esa yo'q, alohida emasda, ular adjective deyshadi. Adjective. Xo'p, o'z so'z turkumi bilasizlar, bu ana ot yoki olmosh fe'l bo'lishligi mumkin. Shunaqa artikellar alohida so'z turkumi, ularni o'zini alohida ma'nosi bor deysa, yo'q, ular adjective deyshadi. Nimaga adjective? Artikel bo'yicha ozgina bo'lsam tushunchasi bor inson biladi. Ular nounlarning oldidan keladi. Misol uchun a hamda n artikel haqida gaplashyapmiz. Bular bundan-da ko'proq aslida, faqat bular emas. Bular nounlar bilan birga kelishadi deyshadi va o'sha noun xususiyati, aytaylik, bitta ekanligini ifodalaydi. Misol tariqasida n hop, aytaylik, a grape. Uzum. Yaxshi misol bo'lmadi. Boshqa narsani bermoqchi edim. Xo'sh, a girl. Right? Buni ma'nosi bitta qiz. Girl bu qiz bola. Uni bittaligini ifodalayotgan narsa nima? Bu uni a bilan qo'llanishiga hisoblanadi. Bu xuddi bunga o'xshaydi. Aytaylik, misol uchun cute girl desak, ya'ni yoqimtoy qiz deydigan bo'lsak, cute girldan oldin kelyapti, uni yoqimtoy ekanligini ifodalayapti. A artikli bo'ladigan bo'lsa, undan oldin kelib bitta ekanligini ifodalayapti. Ikkalasi xuddiki bir xil deyshadi. Mayli, nima farqi bor? Farqi yo'q bizga. Asosiysi biz buni tushunchasi, ya'ni tushunib olishimiz kerak, qanday ishlatilishiga, nima ma'no berishiga. Xo'p, do'stlar, artikellar bir paytning o'zida ikkiga bo'linib ketadi, do'stlar. Xo'p, ya'ni klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, birinchisi indefinite, ikkinchi qismi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkinchi toifasi definite artikellar hisoblanadi. O'zbekchasiga indefinite degani noaniq degani, keling buni boshqa strangda tingta beraylik. Noaniq. Definite degani aniq degani. Xo'p, noaniq artikellarga qaysilar kiradi do'stlar? Eslab qolamiz. A hamda n artikellari kirsa, aniqqa the artikeli kiradi. Xo'p, bularni har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun ham dastlab indefinite noaniqdan boshlaymiz. Xo'p, o'zi noaniq artikel nima degani? Do'stlar, noaniq degani o'z-o'zidan nomidan aytib yuryapti. Ya'ni specific emas. Bu nima specific emas desa, qarang. Artikel tushunchasini boya uni adjective kirishligida aytib o'tib ketdim. Nounlardan oldin keladi. Noundan oldin, ya'ni before noun, right? Before noun. Ularni oldidan keladi-da, o'sha noun haqida informatsiya beradi. Misol uchun uni bittaligini tushunib oldingiz, a hamda n qo'llanilsa. Xo'p, agar shu nounimiz specific bo'lmasa, specific degani maxsus noun, ma'lum noun. Siz o'sha noun haqida informatsiyaga egasiz. Siz qaysi darajada uni bilasiz. O'shanaqa bo'lmasa, ya'ni siz bilmasangiz, u haqida informatsiyaga ega bo'lmasangiz, u not specific bo'ladi. Okay? Ya'ni indefinite artikellar xuddi shunaqangi specific bo'lmagan hamda bitta nounga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni singular countable nounlarga nisbatan. Countable sanaladigan, o'z-o'zidan, chunki bitta birlikda ifodalash uchun albatta sanaladigan bo'lishi kerak. Va a artikeli aynan singular bilan ifodalanar ekan, bitta bilan. Demak, qoida kelib chiqadi. Birinchisi, demak, bitta noun bo'lishi kerak, ya'ni one bo'lishi kerak u. Va ikkinchisi not specific bo'lishi kerak. Ya'ni bizga oldindan o'sha noun haqida informatsiya berilmagan bo'lishi kerak. Not specific. Ana shundagina do'stlar u indefinite bo'ladi, ya'ni noaniq bo'ladi. Bizga aniq emas u. Okay? Xo'p, aytayapti. I need to get a new coat. Coat degani bu palto, a coat, ya'ni bitta yangi palto olishim kerak. Xo'p, bu yerda a artikelning qo'llanishidan ikkita narsani tushunsak bo'lar ekan. Birinchisi, mana bu coatning bitta ekanligi a bilan qo'llanilayotgan. Ikkinchisi, bu coat haqida informatsiya berilmaganligi, ya'ni biz uchun bu coat non specific, aniq emas.
oldindan aytilmagan. Okay? Bu codes haqida biz informatsiyani birinchi marta eshitib turibmiz. Aynan shu narsa bizga birinchi marta ifodalanayotganligi, bizga oldindan bu narsa spesifik qilib berilmaganligini ifodalayapti. Okay, bu juda ham oson narsa tushunish olish uchun. Endi mana bu yerda new ni qo'llanishiga bizga bir narsani ifodalaydi. Agar noun hop, keling bu narsani yaxshi bilan ifodalay. Noun o'zidan oldin adjective olib kelsa, hop, undan oldin article qo'ysa bo'ladimi? Aynan qaysi article? Noun article aytmoqchiman. Article. Ha, bo'ladi. Bu narsani eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Bizning nounimizdan oldin adjective kelib qoladigan bo'lsa mana bu yerda, undan oldin article qo'ysa bo'ladi. Undan keyin emas. Ya'ni bu xato, okay? Agar siz adjectiveni qo'yib aytaylik, mana new misol uchun coat deydigan bo'lsangiz, bu xato bo'lar edi. Okay, bu 100% lik xato. Xo'p, yana bitta informatsiyani qo'shib o'taman. Nounlarning oldidan kelishi mumkin bo'lgan yana bitta narsa bor, ya'ni possessive pronoun degan tushunchamiz bor edi. Possessive pronoun degani bu egalik olmoshlari. Ularga kirardi. Misol tariqasida hammasini aytib o'tmayapman. My yoki your lar kirishi mumkin edi. Aytaylik sizda my coat bo'ladigan bo'lsa, my coat bo'lmaydi. Okay? Nimaga? Chunki bu yerdagi my qo'shimchasi, aytganda so'zi sizga mana bu coatni spesifiklashtirib beryapti. Kimni paltosi? Meni paltoyim. Bu palto haqida men ma'lumotga egaman yoki eshitayotgan odam desam yaxshiroq bo'lar ekan. Sizni eshitayotgan odam bu palto haqida informatsiyaga ega. U uchun bu spesifik. Kimni paltosi? Ya'ni Muhammadyorning paltosi deydigan bo'lsak, my bu yerda o'sha spesifikka beryapti. My coat bo'lmaydi. Eslab qolamiz, okay? Bu boshqa possessive pronounlar ham shunday holatda keladi. Endi ikkinchi turi ham bor ekan, ya'ni buni o'rtog'i sherigi an indefinite article. Bu qachon qo'llaniladi? Hop, bir xil yuqoridagisi bilan, ya'ni a bilan bir xil, bittagina farqi qo'llanishligida. Ya'ni qaysi so'z bilan qo'llanishligida. Sizni agar nouningiz vowel sound bilan boshlanib qoladigan bo'lsa, vowel degani do'stlar, mana bu yerga yozib qo'yaman. Only, hop, tovush degani, ya. Only tovush. Mana shu so'zga e'tiborli bo'lamiz do'stlar. Sound ifodalanyapti, harf emas. Agar men oldingi videoda harf degan bo'lsam, xato bo'ladi. Tovushga qaraymiz. Agar tovush only bo'ladigan bo'lsa, biz albatta bu yerda qo'llashimiz kerak bo'lar ekan an artiklini. Misol uchun, hop, soddagina misol, apple so'zi. Apple only sidan, ya'ni vowel sounddan iborat bo'lyapti. Shuning uchun biz buni an apple holatda qo'llar ekanmiz. Okay? I don't have enough money for an expensive dress. Dress bu ko'ylak, qimmat ko'ylak uchun. Qanaqa qimmat ko'ylak? Bitta birinchi marta ifodalanayotgan, biz uchun spesifik bo'lmagan qimmat uchun, qimmat ko'ylak uchun yetarlicha pulim yo'q degan ma'noda. Watch out. Nimaga e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan? Whether we use a or an with a word depends on the sound. Ya'ni aytayapti, a ishlatasizmi, n ishlatasizmi, u narsa mana bu soundga bog'liq. Ya'ni siz nouningizni boshlaydigan soundga bog'liq, spellingga emas. Xo'p, bu nima degani do'stlar? Qarang. Mana bu yerda ifodalanayotgan honest person degan so'zdagi honest bilamiz, bu adjective. Xo'p, bu adjective do'stlar h bilan boshlansa-da, h bu undosh, ya'ni xo'p, consonant sound bo'ladi. Ya'ni sound emas, consonant harf bo'ladi do'stlar. H bu undosh harf, lekin honest holatda o'qilganda u o bo'lib ketyapti. Qarang, o. U bilamiz nima? U only bo'ladi. Shuning uchun ham an honest person holatiga ketadi. Yoki our h bilan boshlanishiga qaramasdan our o'qilyapti-da. Shuning uchun ham only o'qilganligi uchun an our holatda. Our, qarang. Biz our bizning degan ma'noga o'xshab ketadi. Bizning degan so'zga o'xshab ketadi. Bu joyga e'tiborli bo'lamiz do'stlar. Euro, ya'ni euro. Bu o'sha Yevropa pul birligi yoki bo'lmasam bu yerda nima bilan ifodalanyapti? I bilan ifodalanyapti. I bizda bilamiz only, lekin o'qilishi yevroda, yevro holatga ketyapti-ya do'stlar. Ya'ni y undoshi bilan boshlanyapti. Shuning uchun ham a qo'llanilyapti. Yoki uniform, qarang, uniform.
uniform bu forma you o'qilganligi uchun u emasda you bo'lganligi uchun bu yerda a qo'llanilyapti. Bu joyga e'tiborli bo'lamiz. Endi, xo'p. Qarang, mana bu yerda adjectiveni qo'llanishiga bizga zo'r narsani aytadi. Agar, xo'p, bu yerda yuqoriroqda ifodaladim. Article adjective bilan kelsa, ya'ni nounning adjective bo'ladigan bo'lsa, article'imiz bo'lishi mumkin ekan. A ham, n ham. Nimaga bog'liq desa, adjective'ni boshidagi so'zga bog'liq. Agar adjective'im xo'p, undoshdan boshlangan bo'lsa, misol uchun strong, kuchli, strong, hop, calm. Misol uchun strong man deb beraylik. Man, kuchli erkak. Hop, biz mana bu m ga emas, mana bu s ga qaraymiz. M emas, s ga qaraymiz. Bu juda ham muhim. Agar siz m ga qarab turib, misol uchun aytaylik, shu men o'rnida balkim boshqa so'z bo'lishi mumkin. U unli bilan boshlangan bo'lishi mumkin. Unda siz qo'llashingiz kerak bo'lardi endi. Lekin agar strong kelib qolsa, mana bu unli bo'lishiga qaramasdan, noundagi bosh harf, birinchi harf, siz albatta a ni o'zini olasiz, n ni emas. Chunki bu sizda strongga qaraymiz xolos. Okay? Eslatib o'tyapman bu narsani, e'tiborli bo'lishingiz kerak. Xo'p, endi the article the. Do'stlar, bu yerda bitta narsa yaxshi e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu th sound bilan boshlanuvchi so'z, do'stlar, qarang. Nima bilan ifodalanyapti? Qaytadan chiroyli qilib yozib beraman. Qarang, th sound bilan. Mana bu ikkala sound. Bu th sound o'zbek tilida yo'q sound, do'stlar. Ikkiga bo'linib ketadi. Unli, undosh holatga, jarangli, jarangsizga bo'linib ketadi. Xo'p. Va o'qilmaydi o'zbek tilidagi z bor-ku, zebradagi z ga o'xshab o'qilmaydi. U boshqacharoq, nisbatan bu narsani darsda ko'rsatib berish qulayroq. Z tomog'ingizdan chiqishlik kerak bo'ladi, do'stlar. Haqiqiy z emasda, z. Tilingizni ikkita tishingiz orasidan chiqarasizda, tomog'ingizdan z deb talaffuz qilasiz. Bu paytda o'zida tilingiz orqaga qaytib ketishligi kerak bo'ladi. Shunaqa talaffuz qilsangiz to'g'ri chiqadi. Z emas, do'stlar. Z article emas bu. Z article, okay? Bu xuddiki mana bu bizda bitta so'z bor, ya'ni o'ylamoq so'zi bor, to think. Bu to think emasda, think. Ko'ryapsiz? S ham emas, z ham emas. O'shandagi th sound bilan ifodalangani uchun bu z holatiga ketadi. Haqiqiy z emas. Xo'p, bu pronunciation edi. Endi qo'llanishdagi do'stlar qaranglar. Yuqoridagi a hamda n article aniq article qo'llanildi faqatgina uncountable bilan. Bu the article bo'ladigan bo'lsa, qo'llanilaverar ekan ham countable bilan, ham uncountable bilan. Eng qizig'i, u qanaqangi nounlar bilan qo'llaniladi desa, specific nounlar bilan qo'llaniladi. Specific nima degani? Yuqorida aytib o'tdim. Specific degani bizga tanish degani, ma'lum degani, ya'ni aniq degani. Siz o'sha noun haqida informatsiyaga egasiz degani. Xo'p, aytayapti. Singular countable nouns, ya'ni birlikdagi sanaladigan otlar bilan qo'llaniladi. Misol uchun, let's go to the new shopping center deyapti. Let's go to the new shopping center. Yangi savdo markaziga boraylik. Davay boraylik deyapti. Bu yerda the articlening funksiyasi mana bu shopping centerga borishlikni aytayapti. Bu bitta o'zi bu shopping center va eng qizig'i bu shopping center bizga tanish. Biz bilamiz bu center, ya'ni shopping centerda oldin bilamiz. Aynan qaysisiga borishni bilamiz hozir. Let's go desa, hamma aynan bittaga boradi. Har xilga borib qo'ymaydi. Tushunarli? Keyingisi plural. Bu yerda qarang, bitta bilan ifodalangan bo'lsa, bu yerda ko'plikdagi countable noun bilan sanasa bo'ladigan ko'plikdagi nounlar ishlatiladi. Where are the books I ordered? I ordered degani men buyurtma qilgan kitoblarim qayerda? Okay, the books, kitoblar ko'plikda. Qaysi books? Men order qilganman. Bu order qilgan kitoblarning haqida sizda informatsiya bor, uje aniq. Okay? Xo'p, va yana uncountable nounlar bilan ham ifodalanishi mumkin ekan. I gave the shop assistant the money and then left deyapti. Tarjima qilib beraman. Men deyapti, do'kon yordamchisiga pulni uzatdim yoki berdim and tark etdim va keyin berdi then tarjimasi keyin ma'nosida keladi.
keyin tark etdim, ketib yubordim deyapti. The money, pulni berdim. Qaysi pulni? O'sha keraklicha bo'lgan pulni, ya'ni qancha berishim kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha pulni. Siz bu pul haqida informatsiyaga egasiz. Ya'ni bu pul spesifik. Har qanday odam cho'ntagidagi pul emas. Yoki bo'lmasa dunyodagi любой bir pul emas. Bu aynan o'sha savdo sotuvchiga berilishi kerak bo'lgan pul. Ya'ni aniq miqdori va shu aniq bir tushunchaga egamiz bu pul haqida. Okay? Biroz tushuntirishga murakkabroq, chunki bizda ona tilimizda bunaqa tushunchaning o'zi yo'q. Shuning uchun ham ba'zida tushunishga qiynalamiz. Balkim native speaker bo'lganimizda balkim yaxshiroq tushungan bo'lar edik. Yaxshi. Demak, xo'p, no article deyapti, ya'ni article qo'yilmaydigan vaziyatlar bor. Xo'p, hamma noundan oldin article qo'yishimiz kerakmi? Yo'q do'stlar, unaqa emas. Ba'zi bir nounlarning oldidan article kerak emas. Xo'p, bular nima desa, qarang aytyapti. Plural countable nouns. Ko'plikdagi countable nounlarning oldidan qo'yilmas ekan. Bunda ma'no do'stlar qarang. Specific, not specific ham emas yoki specific ham emas, aynan general meaning, ya'ni umumiy ma'noda. Bu nima degan? Qarang. Aytyapti. Prices have gone up a lot okay, yaxshi boshqa o'qib beraman. Prices have gone up a lot recently. Qarang, bizda go up degan phrasal verb bor. Buni ma'nosi oshmoq, ko'tarilmoq degan ma'no beradi. Narxlar oshib ketdi. Ko'p oshib ketdi. Qachon? Yaqinda. Yaqindan beri yoki yaqinda ko'p oshib ketdi degan tarjimani beryapti. Bu yerdagi price, narxlar general meaningda nimani narxi? Olma narximi? Mashina narximi yoki bo'lmasam odamning narximi deb o'ylayman. Aynan farqi yo'q. Любой narsa, har qanday nounni narxi tushunchasi, ya'ni umumiy tushunchani beryapti do'stlar. Kelinglar bu narsani men o'zimni oddiy examplemda tushuntirib beraman. Misol uchun, aytaylik. I bought a new car. Yo'q, kelinglar buni yana ham yaqinroq bo'lish uchun I sold bilan beray. I sold 10 cars. I sold 10 cars. Men 10 ta mashina sotdim. Okay. Bunda ko'plik deb bo'larkan. I sold a car. Mashina sotdim. Bu yerda do'stlar, men nima ifodalayapman? A car bilan mashinani bitta ekanligini va uni birinchi marta sizga ifodalab beryapman. Ya'ni not specific. Siz bu mashina haqida bilmaysiz. Qanaqa mashina, u Hyundai'midi, GM'midi, farqi yo'q. Bilmaysiz. Qanaqa rangda edi, u haqida informatsiya emassiz. Bu yerda men albatta article qo'llashim kerak. Ya'ni men bitta sotganligim va uni siz u haqida oldindan informatsiya bermagan ifodalash uchun article qo'llashim kerak. Lekin qarang. Cars are useless transport degani transport vositasi demoqchiman. Cars are useless transportation deb beray, transport vositasi. Ana endi do'stlar qarang, mana u carsni oldidan yoki bo'lmasam bu yerda the article'ni qo'llashim yoki bo'lmasam article'ni qo'llashim kerak emas. Nimaga? Men bu yerda carsni nima deb ifodalamoqchiman? Bu yerda general meaningda ifodalamoqchiman. Mashina, qanaqa mashina? 4 oyog'i bor, 4 ta baloni bor. O'sha qanaqadir temirdan yasalgan mashina bu keraksiz transport vositasi. Bu yerdagi ma'no aynan gentrani keraksizligi yoki bo'lmasam kiyabeshni keraksiz ekanligi yoki buyayda keraksiz ekanligi emas, umuman olganda mashina tushunchasi, mashina transport vositasi keraksizligini ifodalayapti. Bu yerda hech qanaqa article qo'llanilmaydi. Okay? Yoki bo'lmasam flowers bilan bersak bo'ladi. Flowers are beautiful. Gullar chiroyli. Qaysi gullar? Umuman gul tushunchasi, gulni o'zi chiroyli degan ma'noda beramiz. Okay? Ko'plikdagi o'sha sanaladigan nounlarni general holat qo'llanganimizda article qo'ymas ekanmiz. Xo'p, uncountable nouns. Xo'p, uncountable sanalmaydigan nounlar. Fresh fruit is really good for you deyapti. Tarjima qilib beraman. Fresh fruit degani yaxna yoki yangi meva is really good for you. Sen uchun juda ham yaxshi, rostdan ham yaxshi deyapti. Bu yerda qanaqa meva? Olmami yoki bo'lmasam gilosmi? Yo'q. Umuman olganda yaxna meva bo'lsa bo'ldi. O'sha narsa senga juda ham foydali demoqchi bo'lyapti.
Okay, ya'ni umumiy tushuncha ma'nosida. Xo'p, endi mana special rules bor. Bu aynan yodlanadigan joyi, ya'ni ingliz tilini matematikasi desa ham bo'ladi. Bu narsani yodlab olmasak bo'lmaydi, do'stlar. Qisqacha tushuntirib ketaman. Kitobingizdan ko'rasiz, yodlab olasiz. Xo'p, article, ya'ni the article-ni qo'llanishligi. Asosan, ya'ni birinchi place'lar bilan boshlaymiz. Ya'ni joy nomlari bilan qo'llar ekanmiz, qarang. The article-ni dengizlar oldidan, ya'ni dengizlar oldidan doim qo'llanilar ekan. Xo'p, faqatgina dengiz emas, mana ocean, ya'ni okeanlar nomi bilan ham qo'llanilishi kerak. The Atlantic. Xo'p, bu yerda bitta yaxshi song bor, qo'shiq bor. O'sha joyda men bu narsani ifodalab berishim kerak. Arctic Monkey'ni I wanna be yours degan qo'shig'i bor edi. Mana shunda lyricsini ko'ramiz hozir. Ya'ni o'shanda qo'llanilgan bu narsa, ya'ni artikelni qo'llanishligi. Albatta bu yerda internet muammosi. Xo'p. Yaxshi internet ishlamayapti. Mayli, mana bu yerga ko'rsatib bo'ldi. Yaxshi. Qarang do'stlar, mana bu yerda qo'llanilgan joyi bor. Qarang, aytayapti-ya, do'stlar, qarang. At least as deep as the Pacific Ocean, I wanna be yours. Bu yerdagi at least so'zi, albatta siz ko'rayotgan bo'lishi kerak. At least as deep as the Pacific Ocean. Eng kamida Tinch okeani kabi chuqur, ya'ni shunaqangi chuqur darajada men seniki bo'lishlikni xohlayman degan tarjimadagi sentence. Mana bu yerda Pacific Ocean, ocean nomi bilan the article qo'llanilyapti. Bu narsani eslab qolishingiz kerak, do'stlar. Demak, ketdik. Seas hamda ocean nomlari bilan qo'llanilar ekan. Rivers, ya'ni daryolar. Daryo nomlari bilan qo'llanadi. Amazon, yoki masalan the Nil daryosi. Hop, Amazon eng kengi bo'lsa, Nil eng uzuni bo'lar ekan. Ariyalar, Antarktik bu yerda qo'llanilayotgani, ya'ni Antarktika haqida gap ketyapti. Bu yerda ham ana shu joy hududlar nomidan qo'llanishi kerak ekan. Endi some countries, nimaga bu yerda some so'zini qo'llagan do'stlar? Bekorga emas. Bizda ba'zi bir davlatlar bor. Ularning tarkibida, ya'ni davlatning ifodalanishligida mana United birlashgan yoki bo'lmasam, hop, yana bizda bor Kingdom yoki bo'lmasam Republic kabi so'zlari bor. Davlatlar bor. Ularda ifodalaganimizda albatta the article qo'llashimiz kerak bo'lar ekan. The USA deyapti, the UK, United Kingdom, mana bu yerda United Kingdom, Birlashgan Qirolliklar. Albatta qo'llanishi kerak bo'lar ekan. Shuni oldiga do'stlar, demak Republic, the Republic of Uzbekistan. Bu narsani yozib ketmasak umuman bo'lmaydi. The Republic albatta bu yerda xato yozyapman. Republic of Uzbekistan. O'zbekiston Respublikasi. Aynan bu so'zda albatta the article kelishi kerak. Bu narsani umuman unutmasligimiz kerak bo'ladi. Boshqa, ana Republic so'zi keldimi? Ya'ni davlat nomi tarkibida bo'ldi. The article qo'llaniladi. United States, hop, UAE, United Arab Emirates, Birlashgan Arab Amirliklari. Bu ham albatta U harfi bilan qo'llaniladi ekan. Uzr do'stlar, the article bilan birga qo'llaniladi. Bu narsani eslab o'tish kerak. Public buildinglar, the theater, albatta qo'llanishi kerak. Keyingisi, the earth, yer.
Yer nomlarini the article qo'llanishining asosiy ma'nosi bor do'stlar. Nimaga? Chunki the articlening bitta funksiyasi bor, juda ham bir, ya'ni specific nounlar bilan birga qo'llaniladi. Xo'p, earth qanaqasi specific? Earth specificligi unique. Unique, ya'ni yagona. Bizda yer yuzida umuman aytganda yagona bo'lgan har qanday narsa bilan the article qo'llanadi. Faqat the earth emas, the sun ham bo'ladi do'stlar. The sun. Buni bilamiz. Ya'ni the sun bu quyosh ham yagona bitta, shuning uchun ham bu specific. The world, dunyo ham bitta do'stlar. The sky, osmon bitta. The moon, oy, bu yerda sun ham berilgan ekan. Okay. The sea, dengiz ham the article bilan birga qo'llaniladi va environment do'stlar the article bilan birga qo'llaniladi. Bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Nimaga? IELTSda aynan task 2 da yoki bo'lmasam ba'zida task imaganda speaking da ham kelishligi mumkin. Environment so'zi juda ko'p keladi va o'shanda siz the article qo'llamasangiz xato bo'lib qoladi. Article qo'llanilmaydi qachonki towns yoki citieslar bilan, aytaylik Toshkent yoki bo'lmasam Moskva hamda mana bu yerdagi sevimli yurtimiz Andijon. Bunda ham the article qo'llanilmas ekan. Most countrylar o'zim men aytganda countries, ya'ni davlat nomlari bilan the article qo'llanilmaydi. France, Uzbekistan, right? Uzbekistan qo'llanilmaydi do'stlar. Qachon qo'llaniladi? Yuqoridagi 3 ta holatda, ya'ni agar states, united degan so'z bo'lsa, kingdom degan so'z bo'lsa, republic bo'ladigan bo'lsa, bu narsani qo'llanish asosiy sabab ular bir nechta davlatdan iborat bo'lishi mumkin. Misol uchun Amerika 50 ta shtat bor, 50 ta yaqin 50 ta bo'lar balkim. Kingdom bu Angliya haqida gap ketyapti. Unda ham 3 ta Wales hamda Angliya va yana 3-chi ham bor edi, yodimdan chiqdi. Shular bilan endi republikga asosiy meni qanday davlatlarga nisbatan republik so'zi qo'llaniladi bilmayman, lekin aytaylik O'zbekistonga nisbatan oladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston hamda O'zbekiston qo'shilishidan balkim shundandir. Xo'p, lekin mana bu United Kingdom bular bekorga emas. Okay? So, continentlar bilan, misol uchun Yevropa kontinenti, ya'ni qit'asi, albatta the article qo'llanilishi kerak bo'lar ekan. Xo'p, streetlar bilan uzr do'stlar, qo'llanilmaydi demoqchi edim. Mana bu yerda Europe kontinentlar bilan qo'llanilmaydi. Street ko'chalar nomlari bilan Baker Street, bu yerda o'sha Novoylar ko'chasi bu yerda qo'llanilmas ekan. Planet, ya'ni planetalar bilan ham qo'llanilmaydi. Mars yoki bo'lmasam Jupiter farqi yo'q, shular bilan qo'llanilmaydi. Activitylar bilan do'stlar. Xo'p, do'stlar bitta narsani tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Activitylar bilan ham qo'llanilar ekan. Qarang. Have a job. Work as a teacher. Xo'p, job bu ish, biror bir ish, bu ham activity. Teacher ham bu yerda activity yoki bo'lmasam status. Men odatda buni tushuntirishda juda ham yaxshi yo'lini bilaman, ya'ni insonning hayotdagi statusi. Misol uchun aytasizlar doim I am a student deysizlar. Studentlik bu sizni activities yoki bo'lmasam tushunish uchun aytadigan bo'lsak, bu sizni status. Xo'p, hozirgi status qanaqa desa talaba. Okay, yana bitta shakli bor. Misol uchun I am a child deyshadi. Men bolaman deyshadi. Mana bu yerdagi child ham uni holati yoki bo'lmasam statusi. Bu yerda albatta article qo'llanishi kerak. Demak, eslab qolamiz, o'sha I have a job, work as a teacher, shunaqa qo'llanilganda albatta article qo'llaniladi. Endi activitylar bilan the article qo'llanishiga on the radio, on the media, play the piano. Eslab qolamiz ekan. Radio albatta the article bilan birga keladi. Media bu ommaviy axborot vositalarimi, shunaqa deb tarjima qilinadi, OA deb tarjima qilinadi. Bunda the article qo'llaniladi hamda qarang, musical instrument, mana bu yerdagi bu narsani yoqqa ko'chirsak qulay bo'lar balkim. Xo'p, bizda musical instrumentlar bor, eslab qolamiz. Xo'sh, musical instruments. Ular bilan doim do'stlar the article qo'llaniladi. Bu narsani yoddan chiqarmasligimiz kerak. Okay? Bu kerak. Misol tariqasida aytaman, aynan shu the piano menga IELTSda tushgan. IELTS imtihonida listeningda shunaqangi vaziyatlar bor. Write two words deydi. Write two words deydi. Ya'ni ikkita so'zni yoz deydi-da, sizga speaking birorta bir conversationni qo'yib beradi va o'sha conversationda ba'zi bir so'zlar tushib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Ikkita so'z yoz dedimi? Aytaylik play degan bo'lsa, play.
play va undan keyin chizib qo'ygan bo'lsa, siz ikkita so'z yozishingiz kerak bo'ladi. Piano degan so'zni eshitib qoldingiz. Pianoda. Lekin bo'ldi, boshqa so'z eshitmadingiz. Ikkita yozishingiz kerak. O'zingiz fikrlaysizda, mana bu yerda the article borligini bilib turib qo'yib ketaverasiz. Bu juda ham muhim do'stlar. Xo'p, article qo'llanilmaydi aktivitelar bilan. Qachon? Go to work, ishga borish. Bu yerda general meaningda qo'llanilmaydi. General, ya'ni bu yerda tepada yuqorida aytib o'tdik, ba'zi bir holatlarda general ma'noni ifodalaganda do'stlar, qo'llanilmaydi degan edik. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Go to work, ishga borish. Ish qaysi ish? Quruvchilikmi, o'qituvchilikmi? Yo'q, umuman aytganda ish tushunchasi. Unga borishlik bu yerda article qo'llanilmas ekan. On TV, televizorda degan ma'noda. Go shopping, shopping qilish, play tennis, eslab qolamiz do'stlar. Sport mashg'ulotlar bilan birga qo'llanilmaydi. Listen to music, musiqa eshitish bu yerda ham general tushuncha beryapti. Aynan qaysi musiqa turi? Klassikami, rapmi? Yo'q, unaqa emas. Aynan musiqani o'zi umumiy ma'noda ifodalanyapti. Go to work, bu yerda ikki marta beryapti ekan. Xo'p, go to school, be at school. Bularning hammasi umumiy ma'noni ifodalaganligi uchun qo'llanilmas ekan. Xo'p, bu yerda aytyapti school subjects. School subjectlar bilan qo'llanilmaydi deyapti. Yana bitta narsani eslab qolamiz. Subjectlar doim s qo'shimchasi bilan keladi. Misol uchun physics, fizika fani ham physics holatda kelar ekan. Endi bu narsani tushunib olib yana bitta biologyda biologist deb es bilan berib yurmang. Yo'q, unaqa emas. Bu aynan o'zi tayyor berib qo'yganlari bor. O'sha physics bor, bu yerda maths bor, shunaqa. Yoki bo'lmasa politics, right? Politics bu ham es bilan birga keladi. Aynan ular es bilan birga kelar ekan. Xo'p, time ga oid qaysi vaqtlarda? Ya'ni time ni ifodalovchi qaysi so'zlar bilan birga? In bilan birga keluvchi vaqtlarni ifodalaydigan, kunning qismlarini ifodalaydigan so'zlar. In the morning, in the afternoon, in the evening bo'ladi. Doim zarf bilan birga keladi. Keyingisi on the 20s. Ya'ni do'stlar, bu yerda albatta bu joyga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bizda tartib sonlar bor, sanoq sonlar bor. Xo'p. Mana bu yerga yozsam yaxshi bo'lar. Xo'p. Qarang, bizda one bor, bu sanoq son, bizda first bor, birinchi, bu tartib son. Xo'p, doim tartib sonlarida oldin the article birga keladi. Eslab qolishimiz kerak. Tepada ifodaladi. The 20s dedi. 20 dedi. Bo'ldi. On the 20th March. 20 Mart. 20 Mart. Bu yerdagi 20-inchi qo'shimchasi olyapti. Bu tartib son, shuning uchun ham the article qo'llanilyapti. Xo'p, keyingisi in the, qarang, 1950s. Mana bu yerdagi s qo'shimchasi bu 50-yillar degan ma'noni beradi do'stlar. Shunaqa, bu o'sha 51dan aytaylik oladigan bo'lsak, 59-yilgacha bo'lgan vaqtni ifodalovchi vaqt bo'lganligi uchun bu yerda s qo'shimchasi bilan birga keladi va doim bu the article bilan birga keladi. Ya'ni bu narsani eslab qoling. Masalan, in 1950 bo'ladigan bo'lsa article bo'lmaydi do'stlar, lekin s qo'shimchasi bilan birga keldimi? Yana endi unda bo'lar ekan. Okay? Xo'sh, article qo'llanilmaydi. Qachon? Days, hafta kunlari bilan, Thursday, Monday qo'llanilmaydi. Oylar bilan qo'llanilmaydi. Yillar bilan qo'llanilmaydi. Yuqorida hozirgina aytib o'tdim mana. In 1950 at night, tunda. Bunda ham qo'llanilmas ekan. Xo'p, va oxirgisi people, odamlar bilan. Xo'p, qarang. Maxsus unvonlar bor do'stlar. Masalan, the king, qirol qo'llaniladi. The prime minister, bosh minister, bosh vazir qo'llaniladi. Endi bu yerda bitta informatsiya. Xo'p, qirol Artur bo'lsa-chi? King Artur, agar xato spell qilgan bo'lsam, uzr. Qirol Artur bunda qo'llanilmaydi. Agar mana bu yerda ismi qo'shilib qoladigan bo'lsa, unda qo'llanilmaydi mana bu yerdagi the article. Faqatgina aynan monovi status yoki bo'lmasa o'sha unvonga nisbatangina qo'llanilar ekan. Xo'p, keyingisi tashkilotlar do'stlar. Armiya bu, xo'p, harbiy xizmat, umuman harbiylik, umuman o'sha armiyaga nisbatan the article qo'llaniladi. Bu tashkilot bo'lganligi uchun. Navy bu xo'p, Navy bu
dengiz kuchlari deb tushuntirsak bo'ladi. Okay, quruqlik kuchi emas, suvda harakatlanuvchi harbiylar bu Navy, ularga nisbatan ham the article qo'llaniladi. Tashkilot bo'lgani uchun the police, politsiya, ichki ishlar vazirligi umuman aytganda. Bu yerda ham tashkilot the article qo'llaniladi. Endi the Germans. Okay, mana shu joyi ham juda ham muhim. Germans s qo'shimchasi qo'shildi. Bu nima? Germanlar, ya'ni nemislar do'stlar. Nemislar, ya'ni yoki bo'lmasam o'zbeklar. The Uzbeks, right? Uzbeks. Hop, bu yerda millat haqida informatsiya berilganligi uchun bu yerda the article qo'llanilar ekan. Hop, yoki bo'lmasam the English, ingliz degani. Hop, article qo'llanishligi, mana bu yerda bitta tushuncha bor. Bizda ma'lum bir odamlar toifasi, misol uchun the poor. Bu nima degani? The poor degani qashshoq degani. Bu yerda ham do'stlar artikel qo'llaniladi. Xuddiki matdagi o'zbeklar, millat yoki umuman aytganda nemislar degandagi millatni ifodalanganda yoki bo'lmasa the rich. The rich degani boylar degan ma'noda beradi. Xuddi shunaqa ham da artikel qo'llaniladi. Ya'ni insonlar toifasi, aytaylik, ma'lum bir guruhi desak bo'ladi. Nogironlar, kallar, misol uchun ko'rlar deyishimiz mumkin. Okay. Qo'llanilmaydi. Become king, he's English, speak English. Shunaqa holatlarda qo'llanilmas ekan. Xo'p. Juda ham informatsiya ko'p, lekin bilishimiz zarur. To'g'ri qo'llashimiz uchun hop, yanada informatsiya ko'proq bo'lgan alohida bir PDF fayl bor. Ya'ni o'sha PDF otlar haqida umuman aytganda countable hamda mana bunday artikellarni ular bilan birga qo'llanishligi uni tashlab bersam, balkim yanada yaxshiroq tushunib olasizlar.